Alaykum. Marhamat, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Marhamat, xush kelibsiz. Nima savolingiz bor? Eshitilyaptimi? Da, eshitilyapti. Marhamat. Voice chatga xush kelibsiz. Gapiring. Avvalo o'tgan bayramlaringiz bilan. Rahmat. To'g'risi savollarim ko'p. Hozir bermoqchi bo'lgan narsam o'zimda egoizmni, keyin manipulyatorlikni his qilaman. Xarakterim minus tomonga ketib qolibdi. Shu narsani o'zim sezolman. Harakat qilaman to'g'rilashga. Ko'p kitoblar o'qiyapman masalan. Imенно kibr haqidagi, o'sha kibrni bostirish, keyin odamlarni hurmat qilish, til bilan ozor yetkazmaslik haqidagi ko'p kitoblarni o'qiyapman, lekin ta'sir kam bo'lyapti. Shuni qanaqa qilib o'zimni nima desam, boshqara olsam bo'ladi. Birinchi o'rinda o'zimni o'ylayman. Даже oila a'zolarim bo'lsa ham, avval o'zimni o'ylayman. Keyin ularni-da, misol bo'ladi-yu bir xillar, jonini berishga tayyor bo'ladi. O'zinikini emas, birinchi oilasini xohishlarini ustun qo'yadi. Lekin menda unaqa emas. Birinchi meni xohishim bo'lishi kerak. Undan keyin boshqalarnikida. Shu qanaqa qilib to'g'rilasa bo'ladi. Ismingiz kim? Dildora. Dildora. Пока что faqat o'z haqingizda yaxshi gap aytdingiz. Faqat hali bitta yomon gap aytmadingiz o'z haqingizda. Endi o'zingizni tipa so'kmoqchi edingiz, aytishadi-yu, anaqaga bilasizmi? Собеседование kelib turib inson o'zingni minus tomonlaringni ayt desa, shu man kech qola olmayman hech qachon ishga. Shu man to'g'risini aytsam, alday olmayman. Shu o'g'irlik qo'limdan kelmaydi. Shuning uchun shunaqa kamchiliklarim bor deb aytishadi, o'shanga o'xshab ketdi. Пока что faqat yaxshi tomonlaringizni aytdingiz, lekin hali bir yomon anaqa ko'rmadim. Egoizm deganda o'zi nima tushunasiz? Boshqalarni hisobga olmasdan faqat o'zini o'ylashmi? O'zini nima qilib o'ynatish? O'ylash. Oshiqcha borish. Misol keltiringchi. Egoizmni проявленияsi qanaqa bo'lgan sizda? Misol uchun, biza masalan dugonalarim bilan qayerqadir o'tirmoqchi bo'lsak, ular aytishadi, deylik, Safiyaga boramiz deyishadi, to'g'rimi? Lekin men Aromaga borgim kelsa, yo'q, men Aromaga boraman, men Safiyaga bormayman. Xohlasanglar boringlar, bo'lmasam o'zim boraveraman deyman-da. Shu 10 ta odam boshqa joyga boraman deb tursa ham, men o'zimnikini o'tkazib, ularni boshqa joyga boraman-da, o'zim xohlagan joyga. Nega unaqa qilasiz? Prosta men o'zim xohlaganimcha. Men ularni majburlamayman, lekin ularni o'zi ergashadi menga. Lekin men mayli bir marta shularga yon bosay deyolmayman-da. Yo'q, хорошо. Mana sizni Aromani tanlashingiz, misol uchun Safiya hamma tanlayotganda, siz Aromani tanlashingiz sababi nimada? Shundan boshlaylik. Masalan, men xohlagan narsa bu yoqda bo'lishi mumkin. Yoki o'sha joy menga yoqmasligi mumkin. Nega yoqmasligi mumkin? Deylik, men xohlagan ovqatlar bo'lmasligi mumkin. Men xohlagan deylik atmosfera bo'lmasligi mumkin. Хорошо. Atmosfera sizga nega muhim? Atmosfera men maza qilib o'tirishim uchun muhim. Okay. Endi qarang.
Ismingiz yana bir eslatib olasizmi? Boshida. Dildora. Dildorda. Dildor Dildora. qarang. Tushundim, Dildora dedim. Hmm. Misol uchun, agar sizga atmosfera muhim bo'lsa va atmosferada o'tirib siz ilhomlanadigan bo'lsangiz, допустим, yoki bilasiz Safiyada, допустим, tam margarin qo'shishi mumkin ovqatiga-da, tam shirinliklariga. Siz bilasiz, bu zararli narsa va siz shuni bilmasdan sizni dugonlar shuni yeyishadi. Yoki uchinchi sabab bo'lishi mumkin, miyani kengaytirish, ya'ni fikrlash doirasini kengaytirish bo'lsa, sizni tanlashingiz sababi. Ya'ni bunday olib qaraganda siz dugonalaringizga yaxshilik qilyapsiz. Chunki ular u yerga borsa sifatli ovqat, yaxshiroq atmosferada o'tirib, o'zi настроенияsi ko'tariladi va cheki kattaroq, yaxshiroq joyda bo'lgani uchun shu narsaga ko'nikib, ertaga ko'proq pul topishni ham boshlashi mumkin. Tushunyapsizmi? Va misol uchun agar trener qanaqangidir boksyorga "Men shu yerda 100 marta ajrimani qilmaguningcha ketmaysan" desa, u yig'lashi mumkin, bilmadim, boksyor yig'lashi mumkin, boshqa qilishi mumkin, "Voy, og'rib ketdi, charchadim" deyishi mumkin. Ustida tayoq bilan turib shuni zastavlat qilishi mumkin. Va trener egoistmi yoki aslida professionalmi, yaxshi trenermi? Yaxshi trener. Chunki bu yerda uni ustida bu tayoq bilan turibdi, lekin unga zarar bermaydi. Lekin hozir shuni zastavlat qilmasa, shunaqa o'zgarishiga, o'zini ustida ishlab, ertaga ringga chiqqanda uni kimdir nokautga yuboradi, sog'lomligiga yomon ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni bu misol bilan sizga nima demoqchi bo'lsam, sizni qilayotganingiz не обязательно egoizmdan kelib chiqishi mumkin, sizni qilayotgan narsangiz. Balkim buni tagida ma'no bordir. Lekin bunga o'zingiz javob berishingiz kerak, Dildora. Ya'ni siz buni nega qilasiz? Sizda aniq sabablar bormi? Aniq sabablarning asosi bormi? Ha, bor. Misol uchun, o'sha atmosferasi yaxshi, sifati yaxshiroq ovqatlarini va uchinchidan miya kengayishi kerak. Bir darajada o'tiramizmi yillar davomida dugonlarimiz bilan? Ularga noqulay bo'lsa ham, sal ko'proq cho'ntagidan pul ketkizsa ham, sekin shunga ko'nikib, o'zgarib, hayotda ham o'zgarishlar boshlanishi mumkin degan asos bor. Demak, siz bu yerda egoist emassiz, siz bu yerda bilmadim, siz bu yerda qanaqangidir revolyutsionerda, yaxshi ma'noda, yoki siz bu yerda progressga olib ketadigan lidersiz. Hamman. Yo'q, bugun qo'yinglar, tugadi. U davrlar o'tib ketdi. Safiyadan Safiyaga yuramizmi? Biza yaxshiroq joyga boramiz. Biza shunga loyiqmiz. Chunki sizlar ham, men ham yaxshi sifatli ovqat yeyishga loyiqman. Yaxshi atmosfera bizning ko'nglimizni ko'taradi va shu joyga ko'niksa, shunga qarab bizga ertaga baraka, shunga qarab ertaga bizga pul ham keladi deb agar o'zini motivatsiya beradigan bo'lsangiz shunaqa va buni asosi bo'lsa, bu egoizm emas. Agar kelib chiqishi, bunaqa sizni противоречиеңizning kelib chiqishi faqatgina o'sha o'zingizga приятный bo'lsa-da, sizniki o'tsa, ya'ni uni hech sababi yo'q, hech asosi yo'q, просто kimnidir gapiga qarshi chiqish kerak sizning gapingiz. Sizniki to'g'ri chiqish kerak. Siz manipulyatsiya bilan bormasanglar, o'zim ketaman deb turib hammani zastavlash qilasiz. Bu egoizm va bu ertaga sizga zarar beradi. Chunki ertaga siz munosabat qurasiz, sherigingiz bo'ladi, umr yo'ldoshingiz bo'ladi, u bilan ham sporlashni yaxshi ko'radigan bo'lasiz, energiyani bo'lmani narsalarga ketkazishni yaxshi ko'radigan bo'lasiz, urush janjal uydan barakani qochiradi. Короче, bir joyingizda qolib ketaverasiz va katta ehtimol bilan insonlar sizdan uzoqlashadi. Dugonlaringiz mayli chidab borishi mumkin, 1-2 marta, 5-10 marta. Lekin sizni umr yo'ldoshingiz u narsaga har safar chidamaydigan bo'ladi. Bir joyda qaytaradigan bo'ladi, sizga qanaqangidir неприятный gap, bir joyda sizga xatti-harakatida qasdini oladigan bo'ladi. Короче, yaxshilikka olib kelmaydi. O'shaning uchun bu yerda не обязательно sizni qilayotgan ishingiz egoizm. Balkim siz progressga olib ketadigan lidersiz. Просто aniqini o'zingiz bilishingiz kerak. Mandalika egoizm ham bor ekan. Demak, buni ustida ishlash kerak. Chunki egoizm egoni
boshqarishni bilish kerakda. Ego kerak narsa. Chunki ego umuman bo'lmaganda insonda birinchidan kritiskiy мышление bo'lmaydi. Ego umuman bo'lmasa inson o'zini huquqlarini himoya qila olmaydi. Ya'ni undan qancha olaversa ham mayli olaver degan, to'xta, stop, mana bu meniki, bunga tegish kerak emas deya olish kerak inson. Ertaga uni farzandlari bo'ladi, ularni himoya qilganda o'sha ego uyg'onishni bilishi kerak. Mana o'sha umr yo'ldoshi ertaga uni mulki bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Ego kerak narsa. Umuman kerak emas deyotganim yo'q. Prosta egoni to'g'ri yo'naltirishni va boshqarishni bilish kerak. Va uni anglay olsangiz, sizni ego boshqarayotganini anglay olsangiz, qo'lidan ushlay olsangiz, bu уже 50%. Ya'ni qachon sizni ego boshqarayotganini bilib anglay olsangiz, bu уже vazifani 50%. Qolgan 50% уже qalbni yoki boshqalarni qalbini intilishini, boshqalarni qalbini qanaqangidir bir proyavleniyasini, nurini ham qadrlashni bilish bo'ladi. Ikkinchi qismi. Tushuntira oldimmi? Rahmat. Shunaqa. Ну, вообще, o'zi Dildora o'zi ham endi shundoq aytyapman, suhbat tugadi, shunday aytyapman. Dildora o'zi ongli inson deb o'ylayman, потому что ongsiz inson o'zi egoistligini hech qachon bilmaydi. Ya'ni qilayotgan qilmishini sezmaydi ham, bilmaydi ham. Faqatgina ongli inson buni chetdan ko'rib, o'zi tan ola oladi. Unga aytish boshqa hech kim aytmasa ham yoki bilmadim, aytsa ham aytmasa ham tan olishni biladi. Shuning uchun men o'ylayman, bu muammo yechimi tez bo'ladi. Главное здесь научиться улавливать вот этот момент. Qachon ego uyg'onyapti, qachon razum, ya'ni какой-то logika, qanaqangidir uni tagida yotgan mantiq bor. Maqsad bor, sabab bor yoki prosta protest bor. Mana kimdir nimadir deydi, обязательно shunga qarshi chiqish kerak, обязательно o'zingnikini o'tkazish kerak. Это уже извращенное удовольствие deyiladi. Ya'ni psixikani qanaqangidir нездоровый funksiyasi. Prosta yosh paytdan shunaqa misol ko'rgan. Ota-onasi misol uchun постоянно bir-biri bilan urushgan va sevgi qachon kim bilandir urushsang deydi. Qanchalik inson yaqin bo'lsa, qanchalik yaqin atrofiga kirib kelaversa, dugona bo'ladimi, keyin ham turmush o'rtoq bo'ladimi yoki o'sha boyfriend bo'ladimi, qancha yaqinlashsa, shuncha ko'p janjal qiladi, shuncha urush qiladi. Chunki yosh paytdan shu misolni ko'rgan. Ota-ona sevadi-yu, birga-yu necha yildan beri va постоянно urush qiladi. Demak, sevgi bu ravno urush janjal ekan. Demak, protest ekan. Qanaqangidir qarshi chiqish ekan. Va o'sha narsani o'sha proyavляtsiya qiladi. Va o'zi удовлетворение oladi. Demak, men to'g'ri qilyapman. Demak, men sevsam kerak bu insonni. Постоянно urushaman deb o'ylaydi. Shuning uchun shunaqa извращенный удовольствие bo'lmaslik uchun нужно уметь отделять. Birinchidan, ota-onangizni taqdirini o'zingiznikidan, ikkinchidan, qalbingizni intilishini o'sha egoni o'yinlaridan. Assalomu alaykum. Qo'lingizni. Assalomu alaykum. Xayrlikbek, Nurbek, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Men savolim o'sha hozir aytdim, o'sha hayotning ma'nosi haqida gaplashaylik deb. Bu mavzuni bejilga ko'targanim yo'q. Endi o'zi konsultatsiyada aytilgan savolda o'zi bu. Shu yaqin orada, shu hozirgi paytda menga juda ham konsultatsiya muhim bo'lib turgan paytda sizni mikrofonimni ochib qoldingiz. O'zi konsultatsiya ham o'tib turasizmi? O'z konsultatsiya ham o'tib turaman-da. Bilasizmi, menda shunaqa hayotimning mana shu pallasiga yoshim
Mhm. 31da. Xo'p. 2020-yilda shunaqa bo'ldiki, endi men hamma narsa o'zi 2019-yildan boshlandi. To'g'ri. O'zi hammasi bizada ham hammasi 2000. Men 2019-yil mayda tug'ilgandim o'zi. Mm. И Qisqa. o'sha paytdan beri mana 6 yildan beri desam. Mayli. Xo'p. И 2009-yil boshlandi hammasi. Men 2019 fevral oyida armiyaga ketdim. Armiyadan qaytish o'sha fevral oyida qaytishimda, fevralning oxirida уже karantin kuchayib ketdi. Mhm. Chegaralar yopildi, уже hech kim ko'chaga chiqishmadi. O'sha paytda уже 2019da onam kasallikka chalingan edi, yurakdan edi kasali. To'xtang, Ko'p 2019dami yoki 20dami karantin boshlangan payt? 2019da men armiyadan qaytishimda kuchayib ketganda уже 2019da boshlangandi. Biz qaytishimizga kuchayib, уже chegaralar yopilib ketgan edi. O'sha Yo'q, lekin momentda siz ozgina adashtiryapsiz lekin. Ismingiz kim edi? Rahimjon. Rahimjon. Mayli, u muhim narsa emas u, lekin karantin 2020da boshlandi O'zbekistonda. Yo'q, 2019 2019da dekabrda birinchi anaqa Covidni birinchi vspышкасы Xitoyda boshlangan. Adashmasam dekabr edi yoki noyabr yoki dekabr. 2009da. 2020da boshlandi. 2020 1-aprelda полностью lockdown bo'ldi. Martda уже birinchi xabarlar chiqishni boshladi, что tez yopilishi mumkin O'zbekistonda. Mayli, xo'p, неважно, muhim emas. Tushundim. Короче, karantin paytida keldingiz o'sha paytda. Keyin undan oldin onamda o'sha prezidentskiy bansiyalarda, Toshkentda, Farg'onada, ko'p joylarda yotqizdik. Keyin karantin kuchaygandan keyin u yana ham og'irlashib o'tib qoldi. Joylar jannatda bo'lsin. O'shandan keyin men yana уже harakat qildim. Bilasizmi, inson mashina olib minganda qanaqangi zavq bo'ladi. Birinchi o'z puliga mashina xarid qilgandagi zavqni nazarda tutyapman-da. O'shandan keyin ishlab mashina oldim, уже uylarni remont qilib, uylanish uchun pul yig'ib, уже to'y qilmoqchi bo'ldik. Уже shu narsalar bo'ldi, lekin uylanmadim, уже mashina olib bildim. Menga haligi narsalar tatimadi deydi-yu. O'sha mashina olib minganda ham baxtni, zavqni his qilmadim. Shu hammasi o'sha onam o'tgandan keyin ma'no, hayotdagi ma'no nimaligini, nima uchun yashay turganim, ovqat yeb ba'zida ovqatlansangiz ham lazzat, ta'mini bilmaysiz hech bo'lmasa. Shu ma'no yo'qolib qoldi. U tupikka kirib qoldim. O'sha depressiya bo'lganman u paytda. O'zim nima ma'no? Hayotda ma'nosi nimada? Savolingiz shundan iborat-da, to'g'rimi? O'sha onam o'tmaguncha men qandaydir ma'no bordek bir maqsad sari intilar, shijoat deymi, nima deydi? O'shanaqa narsa umuman o'shandan keyin yo'q-da, mana shu 6 yil bo'lgan bo'lsa, yo'q. Qayerga qarab ketyapman, oqim bo'ylab ketyapman, oqimga qarshi yuryapman umuman. Atrofimdagilar shunaqa deyishadi, sen nimaga bunaqasan? Nima bo'lyapti senga? Sen вообще o'zingni planetang bor deydi-da, как будто. Nechta insonsiz oilada? Oilada bitta ukam bor, dadam bor, uchalamizda hozir birga yashaymiz. Men shu narsalar, shu muammolarga uchraganimdan keyin balki men boshqa davlatga chiqsam balki o'zgarar degan maqsadda men Moskva, Kremlga ham bordim-da. Kremlga borib, Moskvada ham yashab ko'rdim, 4,5 oycha yashadim. Lekin man o'zgarmadi. Betdagi muammolar o'sha yerda ham bo'ldi-da. Oilangiz bilan qanchalik yaqin edingiz? Dadamdan ham ko'proq yaqinim. Tushunarli. Oilangizni qo'yib oldingizmi, nima deb o'ylaysiz?
o'sha paytdan beri. Ha, qo'yib yuborganman deb o'ylayman. Xo'p. Keyin shaxsiy rivojlanish deydi, boshqa deydi. Men til o'rgandim, o'sha rus tilini o'rgandim, o'sha oddiy o'rganish emas, o'sha rus tilida уже dars berib, rus tilini bilmagan odamni o'rgatadigan darajada o'rgandim. Hunarim bor, mashinam bor, pul muammo yo'q. Lekin balki shu paytgacha oila qurmaganim sababmi, ishqib qandaydir ma'no qidiryapman, lekin topolmayapman. Tushundim. Endi qarang. Keyin yana Men bir o'ylayman, narsa, men 31ga kirgan bo'lsam, misol uchun hali uylanmadingiz. uylanmadim, lekin meni tengqurlarim uylanib, qorin solib, katta kishi bo'lib ketishganda, lekin meni yosh ko'rinaymanda, ichmaganim, chekmaganim uchunmi bilmayman. Men kitoblar o'qishga qiziqaman, futbolga qiziqaman. Hali men tengqurlarim qilmagan narsani qilaman, qandaydir shuning uchunmi yosh ko'rinamanmi? Sen tuppa-tuzuk bolasan deyishadi-da. Nimaga sen o'sha tengqurlaringga o'xshab uylanib, bola chaqa qilmaysan? Qizlar bilan endi ko'rishadi uylanishdan oldin. Ko'rishsa, nimaga senga yoqmaydi? Mana shunaqa savollar berishadi. Men uylanaman. Qachonki men o'sha yetsa bir umr yashashga, bir umr o'sha inson bilan umrimda oxirigacha borishga ko'zim yetsa, keyin uylanaman. O'zimda ichimda moyillik his qilmayapman deyman. Meni tushunishmaydi. Endi onamni onasi tirikda, meni buvim. Endi qarib qolgan seni to'yingni ko'ray deydi. Shunaqa oilaviy bosimlar ham bor. Endi bu normalniy oilaviy bosim bo'lgani, siz 31 yoshsiz. Normal holat. Kimdadir 21 yoshda boshlanadi bunaqa bosim. Endi qarang, birinchidan sizda skrytый depressiya bor shekilli. Bunaqa, конечно, onlayn buni qo'yish qiyin, bunaqa diagnozni. No, bor shekilli, потому что angidoniya degan eng yarki priznaklardan biri depressiyani. Ya'ni inson nima tatib ko'rsa ham, nima ko'rsa ham hech narsa zavq olib kelmaydi insonga. Misol uchun, dunyodagi eng chiroyli ish botishini ko'rishi mumkin-da, ichida hech narsa his qilmasligi mumkin. Ichida bo'mbo'shlik bo'lishi mumkin va bu narsani angidoniya deydi. Ya'ni zavq ola olmaslik. Bu narsa sizda bordi. Ikkinchi, sizda ehtimoli bor narsa bu ekzistensialniy krizis deb aytiladi. Ya'ni odam o'sha kimdir unga chetdan qo'ygan maqsadlarga intiladi. Mashina olsam baxtliroq bo'laman deydi. Keyin dunyo kezsam baxtliroq bo'laman. Uy olsam, uyli joyli bo'lsam baxtliroq bo'laman. Bunga erishsam, точно baxtliroq bo'laman deydi. Shu narsalar bilan ichidagi bo'shliqni to'ldirmoqchi bo'ladi. Va to'ldiradi. Bitta narsani tiqadi ichiga, ikkinchisini, uchinchisini vaqtinchalik qaysidir kunga, qaysidir bir bilmadim, bir necha soniyaga, bir necha daqiqaga, bir necha soatga zavq olgani mumkin. Lekin keyin bu ham oddiy holatdek bo'lib qoladi va o'sha paytda inson dальше nimaga intilishni tushunmay qoladi. Buni keyingi nuqtasi nima ekan? O'zi hayotni ma'nosi nima ekan deb o'sha ekzistensialniy krizis degan narsaga uchrashni boshlaydi. Va bu narsani opasniy joyi bu ham insonni mana shunaqa hayotdan o'chirib va undan ham chiqa olmasa inson depressiyaga qarab qulab ketishi mumkin. Depressiyani skrytый formalari bo'ladi. Ya'ni inson chetdan qaraganiga kulib yuradi, вроде бы xushchaqchaq, вроде бы gaplashadi boshqa insonlar bilan, lekin ichida yolg'iz qolganida o'sha depressiyani yashab o'tadi. Menda целый kurs bor. Bu именно depressiyadan chiqarish uchun insonlarni hayotga zavqni, hayotga sevgini qaytarish uchun miya alximiyasi degan kursim bor. Va bu kurs o'sha aynan
hayotga bo'lgan shag'afni qaytarish uchun uni уже 1,5 yil bo'ldi qilmayapman. Eskisi uni juda zo'r kurs. O'sha yerda 100 ta o'quvchi o'qigan bo'lsa, hammasi zo'r rezultat bo'lgan. Прям пошаговый instruksiya, qanday qilib o'zingni chiqarish u yerdan. Va 85% insonga, shu kursni o'tayotgan 85% insonga birinchi haftalarni o'zida yordam berishni boshlaydi. Потому что u yerda o'sha to'g'ri gormonlarni производствоsi, to'g'ri ichimlik gormonlarni ishlab chiqarish bilan ham tabiiy yo'llar bilan ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan. Va bu bilan kursni reklama qilish uchun yoki maqtash uchun emas, просто aytmoqchi bo'lgan, buni исправить qilsa bo'ladi. И ekzistensialniy krizisni ham исправить qilsa bo'ladi. Va undan oldin hozir qiz berdi savol, egoim juda kuchayib ketgan deb. Va inson o'zini qanaqangidir rollar bilan сравнивать qiladi, rollarga bog'lab qo'yadi. Man misol uchun yoki man erman, man bolaman, man oyimni farzandiman, man misol uchun tam неважно tam professorman, man doktorman, man kimdirman, man do'stman, man shu rollar juda ko'payib ketadi, lekin uni bitta rol ham insonga baxt bermaydi va sekin vaqti kelib bu rollar o'lishni boshlaydi yoki o'zini funksiyasini tugatishni boshlaydi. Ya'ni misol uchun oyingiz bilan mana siz farzand edingiz va siz farzandlikda ma'no ko'rayotgandingiz. Otangiz bilan siz yaqin emassiz, otangiz bilan o'zingizni o'sha ota bola his ham qilmaysiz. Misol uchun bu rolingiz o'ldi, chunki bu inson ketdi bu dunyoda. Sizni egongiz o'zini bir qismini yo'qotgandek bo'ladi va siz endi kimligingizni bilmay qolasiz. Qachonki sizni ya deganingiz, ya'ni sizni lичностingiz, shaxsingiz qanaqangidir rolingiz bilan o'lchansa, bu vaqti bilan ekzistensiyaga kelgan narsa. Siz qadrlisiz, prosta borligingiz bilan, prosta qalbingizni o'sha noyobligi bilan, unikalligi bilan va siz shu dunyoda borsiz, bu уже qadriyat. Siz bu kunni yashab o'tyapsiz, bu уже yutuq. Va siz har kun olayotgan tabassumlar, suhbatlashayotgan insonlar bilan bu уже Xudodan berilgan eng zo'r bir ne'mat. Agar siz shu narsaga yetib bora olsangiz, nafaqat miyada, balki yurakda sezib bu narsani. Sekin, bir kunlik narsa emas bu. Bir kunda eshitilishi mumkin aytilganda osondir. Lekin kimgadir yillar kerak bunga. Kimgadir oylar kerak, kimgadir butun umr ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu narsaga yeta olsangiz agar o'zingizni ne отождествлять. Misol uchun Instagramda nechta like oldingiz. Bu sizni o'sha yenchib, ezib o'ldiradigan narsa bo'lmasligi kerak. Yoki sizga kimdir kompliment etdi. Bu sizni sразу osmonga uchirib yuboradigan narsa bo'lmasligi kerak. Kimgadir sizga kimdir hate bildirdi yoki не то kommentariy bildirdi. Bu sizni o'sha ichingizdagi ya degan narsaga udar bo'lmaydigan narsa bo'lishi kerak. Ya'ni siz умеете не отождествлять себя. Ya'ni bu proyektim yoki bu meni ishim. Da, ishimga menga замечание keldi, начальникdan misol uchun. Bu menga emas yoki meni kamaytirmaydi yoki meni pasaytirmaydi. Bu meni qanaqangidir ishim. Da, bu 5% idealniy ekan, lekin 95% idealniy. Men bu bilan g'ururlanaman, men xursandman, men Xudoga minnatdorman. Va har bitta narsani o'z joyiga qo'yib, illyuziyalarni tugatib miyangizda o'zingizni boringizcha qadrlab, tan olib, qabul qilishni boshlasangiz, ekzistensialniy krizisdan sekin chiqishni boshlaysiz va baxtni sababsiz yaratishni o'rganasiz. Va mana shu eng o'zi insonda eng qiyin zadachalardan biri. Eng qiyin emas, lekin eng qiyin zadachalardan biri va bu narsaga har kim katta ehtimol bilan uchiydi vaqti bilan. Kimdir 30 yoshda, kimdir 50, kimdir 45, kimdir 25. Insonning rivojlanishiga qarab, qancha tez rivojlansa, qancha shuncha tez shunga uchash ehtimoli bor. Lekin katta ehtimol bilan 100% inson emas. Kimdir bu savollarni o'ziga bermasligi ham mumkin hech qachon. Katta ehtimol bilan insonlar bu narsaga uchadi. Qachon uchamasligi mumkin? Oldindan tayyorlanib, narsaga uchashdan oldin o'zini shunga tayyorlab, sekin raz отождествлять deb aytishadi. Ya'ni o'zimni ya bor, mana man bor va proyektlarim bor, munosabatlarim bor. Munosabat tugadi, man tugadim emas.
kimnidir hayoti bu dunyoda tugadi, man minnatdorman, man qadrlayman, man yaxshi ko'raman, qo'yib yuboraman. Lekin man hayotim tugadi emas. Raz отождествлять. Bog'larni kerak emas, bog'larni uzib. Kerak emas deganimda, misol uchun ota-onangiz bilan munosabat kerak emas deyotganim yo'q. U bog', u degani siz ravno shu munosabat degani emas. Siz ravno siz, tamom. Hech qaysi boshqa tashqi narsa yoki bir kimnidir ta'riflashi sizni o'sha yangingizni pasaytirib yoki balandlashtirmasligi kerak. O'shanda siz eksistensialniy krizisdan sekin chiqishni boshlaysiz. Nima tushunarli, nima tushunarsiz shu yerda. U nima dedingiz? Eksiz nima dedingiz? Qanaqa krizis? Existence. İngilizce'de existence. Bu существование. Eksistensialniy krizis deb aytiladi. Faqat shu yo'l bilan o'sha krizisga tushib qoladimi yo faqat 30 yoshdan keyin tushiladimi bu odam? Qanaqa holatda tushib qoladi shu krizisga? O'zi средний возраст это 35 yosh. Lekin o'rtacha u degani kimdir 25 yoshda, kimdir 50 yoshda, kimdir 40, kimdir 30, ну, короче. O'rtacha 35. Lekin shuni atrofida ko'pincha insonlarda 30, 31, 32 dan boshlanishi mumkin-da. Keyin mollalar bormi, hali o'qiydigan, sen o'zingni o'qitib yuborgin deyishadi, eshitgan bo'lsangiz. Sen baxting ochilmayapti, o'qitib yuborgin, bir hali go'rkovlarni bir naqasini ixlos qilgan, o'shalarga bir nima qilib kelgan, ana shunaqa narsalarga endi yoshi kattalar tavsiya qilar ekanda, endi ularni davrida shunaqa bo'lganmi? Men o'zi nima bo'lib turganini psixologik tarafdan bilaman, lekin ularga baribir tushuntirganingiz bilan tushunishmaydi, lekin ha bo'pti deb xafa bo'lmasin, ular ko'niga qarab bir borib kelaman. Baribir o'zgarish bo'lmaydi. Siz mana qanaqa qaraysiz bunga? Endi nima desam sizga? Bilasizmi, anaqa prikol bor, bilasizmi? Aytadi, men deydi sport zaliga yillik abonement sotib oldim deydi. Yillik abonement sotib oldim deydi. 6 oydan beri tanamda o'zgarish yo'q. Borib so'rab ko'ringchi, sport zalda nima qilishyapti o'zi ular deydi. Tushunasizmi? Eshitganim shunaqa prikol. Borib aniqlab olingchi, nega menda o'zgarish bo'lmayapti ekan, men bitta so'rab ko'ring, nima qilishyapti o'zi, men nimaga to'ladim deydi. Ya'ni siz tabibga borsangiz ham, mullaga borsangiz ham, asosiy o'zgarishni siz qilasiz. Ular shu o'zgarish hozir sodir bo'ladi degan narsani sizga ishonishingizga yordam beradi. Ya'ni ular hech narsa qilmaydi aslida. Ya'ni ularning funksiyasi yo'q demoqchi emasman. Ular yordam beradi. Lekin qanday? Sizni o'zingiz orqali ularning yoniga borasiz. Ular nimadir o'qiydi yoki tabib sizga nimadir dori beradi, boshqa qiladi. Lekin mana bu yerda sizda tayyorgarlik bo'lmasa bu o'zgarishga, kimdir siz uchun bu o'zgarishni qilib bera olmaydi hech qachon. Xuddi shunaqa sport zaliga borib turib siz 1 yillik abonement sotib olishingiz mumkin. Lekin siz sport zaliga borib turib qachoncha qilmasangiz, sizda o'zgarish bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi? Ovoz eshitilmayapti deyaptilar. Ovoz bormi, yo'qmi? Ovoz yaxshi eshitilyapti. Ovoz yo'q deb yozyaptilar. U kursingiz 3 oylik dedingizmi? Qancha vaqt dedingizmi? 1 oylik kursi, 1 oy. Ovoz yo'q deb yozyaptilar. Tak, tushunmadim. Biz ikkalamizniki ishlayaptimi hozir? Biz ikkalamiz gaplashib o'tiribmiz. Boshqa hech kim eshitmayapti bizani shunda. Nega menga eshitilsa boshqalarga ham eshitilishi kerakmi? Shunaqa o'zi. Men bitta chiqib kiraychi, to'xtab turingchi, shu yerda ketmay turing. А вот сейчас меня слышно? Hozir eshitilyaptimi ovozim? Eshitilyapti.
boshqalarga ham eshitilyapti ekanmi endi? Yo'q deyaptilar. 0 deyapti. Окей. Интересно, конечно. Аж разбудили меня. Лежал, почти спал. Пришлось встать. Bor deyaptilar. Tak bormi yoki yo'qmi? Tushunmadim. Ovoz yaxshi eshitilyapti menga. Bor. Хорошо. Kimgadir eshitilmayotgan ekanda. Demak, Хорошо. Siz nima savol berdingiz oxirgi marta? Kurs haqida savol berdingiz-da, to'g'rimi? Bir oylikdan. Bu Da. kursga qatnamasdan konsultatsiya orqali ham chiqsa bo'ladimi? Chiqsa bo'ladi в целом. Lekin baribir bu davomiy narsa-da. Konsultatsiyaga bir necha marta kelishingiz kerak bo'ladi. Konsultatsiya arzon emas. Kurs sotib olgan aslida намного выгоднее-da. Намного выгоднее. Agar o'zingiz qilsangiz shuni, kursda 7-8 dars bor. Такой etap ketadi-da. Har bittasini qilsangiz agar zo'r effekt bo'ladi. Keyin qarangda, bu menda haligi hissiyotlar almashib qolgan bo'lishi ham mumkinmi? Hozir otang ovoz yo'q deyaptilar. Hozir men bitta kirib chiqay yana bir marta. Да, теперь слышно или не слышно, интересно. Так, может быть, устройство записи, микрофон, вот MacBook Air Dims. Endi-chi. No. Nima hissiyotlar adashib qolgani bo'lishi mumkinmi deganingiz nima degani? Hissiyotlar almashib qolishi. Ham bo'lsa ham shunaqa bo'lishi Nima u mumkin. misol? Misol uchun og'riq bo'lsa yaqinlik, rashk bo'lsa muhabbat, nazorat bo'lsa g'amxo'rlik, mana shular almashib. Bilasizmi, siz men hech narsa sezmayapman deyapsiz-da. Bu siz aytayotgan narsa bu illyuziyalar. Ya'ni illyuziyalar ko'paysa miyada bu azobga olib keladi. Negativniy emotsiya, lekin хотя бы qanaqangidir emotsiya. Sizda men tushunishim bo'yicha, to'g'ri tushungan bo'lsam, umuman почти befarqlik bo'lib qolganda hayotga. To'g'rimi? Shunaqami? Ha, shunaqa. Yo'q, bu illyuziyada emas. Siz to'g'ri aytyapsiz. Ma'no yo'qotdim deyapsiz. O'sha ekzistensialniy krizisni belgisi bu. Va bu o'sha depressiyadan boshlangan ham bo'lishi mumkin. Qanaqangidir o'sha yaqin insoningizni yo'qotganingizdan yoki prosta o'sha vaqt yetib kelgan, har xil narsalar qilib ko'rgansiz, har xil maqsadlarga erishib ko'rgansiz. Prosta shu narsani davolash keraksizki, ekzistensialniy krizisni, o'zingizni, shaxsingizni anaqadan ajratishni o'rgansangiz, nima deydi, qaysidir tashqi belgilardan ajratishni o'rgansangiz, ularni bog'lamasdan o'rgansangiz, vaqti bilan bir kunlik narsa emas, bir necha oyda o'ziga keltirsa bo'ladi bu holatni. Va hayotga yana zavq, intilish, qiziqish paydo bo'ladi. Sizda shunaqa narsa ro'y berganmi yo bo'lmaganmi? Bo'lgan. Ekzistensialniy krizis prям bo'lmagan, потому что men buni o'zim bu narsani boshqalarga tushuntirib oldini olganman-da o'zimda. Ya'ni shunga yaqin narsa menda 23 yoshda bo'lgan. Endi men tam shunga yaqin narsa-da. O'sha paytda уже izlanish boshlaganman, ishimdan ketganman, qo'rqmasdan boshqa. Qarochi, va boshqacha formasi menda bo'lishi kerak edi deb o'ylayman. Juda bir 1-2 yil oldin balkim, atrofimdagi insonlarda bo'layotganini ko'rib, ularga yordam beraverib, o'zimda oldini ola olganman deb o'ylayman. Va qanaqangidir miqdorda agar bo'lmagan bo'lsa, qanaqangidir kichkina miqdorda bo'lmagan bo'lsa, yo'q, unaqa ostri formasi bo'lmagan.
Ya'ni siz o'sha narsa yuz berganda o'sha paytgacha qilay turgan ishingiz, o'qiy turgan kitobingiz yoki mashg'ulotingiz, shug'ullanay turgan yoqmay qolar ekanda. Boshqa narsaga ketib qolar ekanda inson. Да. Короче, sizga tavsiyam o'sha miya alximiyasi kursida o'qib ko'rishdi. Uni zapisini sotishim mumkin, uni qilmayapman, yangidan qilmasligim ham mumkin yaqin orada. O'shaning uchun zapisini tam yaxshi narxdan qilib berishim mumkin sizga. Prosta shuni o'ting va rezultatini ko'rasiz. Uni qayerdan olaman zapisini? Silkami, birovni bir tashlab qo'yasizmi? Siz menga adminlarga yozsangiz agar, kanalni anaqada, kanalni shapkasida admin deb qo'yibdi, u Kimpl. O'sha yerga yozsangiz, miya alximiyasi kursi bo'yicha yozyapman deb, sizga anaqa qilishadi. Adminlar ertaga, endi bugun emas, ertaga javob berishadi va yozsangiz bo'ladi deyishdi. Rahmat. Хорошо. Sizga ham rahmat savolingiz uchun. Sog' bo'ling. Chatda nima bo'lyapti? Boshqa savolga o'tdingizmi? Qiziqarli narsalarni obsujday qilayotgan bo'lsalar kerak-da, nimalar gapirishyapti ekan deb. Bechoraga olmanglar odamning ichini o'shtirib. Mayli, hozir nimadir qilamiz. O'chirib yoqib ko'ramizmi? Ichim qizib ketdi, uma deb yozamiz. Давайте попробуем переподключить. Hozir men bitta Telegramni o'chirib yoqib ko'raman. Birinchi variant. Ishlamasa переподключим. Endi-chi, endi bormi ovoz? Qirq ikki minutdan beri gapirishyapmiz biz. Shuncha vaqtdan beri. Chunki vaqt voshcha o'tib ketdi-yu. Yo'q deb yozibdi. Короче, unda shu bilan tugatamiz desam. Xo'sh, o'chirib yoqib ko'ramiz.